Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Military Watch magazin agentligi tomonidan e'lon qilingan statistik ma'lumotlarga qaraganda, Ukraina 21-asrda urushda qurbon berish bo'yicha rekord o'rnatdi va uni Rossiya bilan urushdagi barcha frontlardagi yo'qotishlari 1.7 million nafar askarga yetdi. Military Watch magazinga ko'ra, frontdagi Ukraina askarlarining umri 4 soat deya belgilangan va ularni 90% jang maydoniga kirishi bilan dastlabki 1 soat ichida halok bo'ladi. Qolgan 10% esa baxtli tasodif yoki tajriba sababli keyingi to'qnashuvgacha hayot kechirishi mumkin. Yuqoridagi fojiaviy vaziyatni yuzaga kelishida esa Military Watch magazinga ko'ra faqat va faqat Kiyevdagi bosh shtab aybdor sanaladi. Negaki Ukraina qurolli kuchlari qo'mondonligi frontda qancha qurbon berishini emas, balki Rossiya armiyasini yetib kelgan nuqtada ushlab turishni birinchi o'ringa qo'yadi. Bu esa Kiyevni misli kutilmagan yirik sonlardagi qurbon berishiga olib keladi. Endi Ukraina frontiga aloqador xabarlarga o'tamiz. E'tiborli bo'ling. RIA agentligining Rossiya Mudofaa vazirligiga tayanib ma'lum qilishicha, Rossiya qurolli kuchlari tarkibidagi sharq bo'linmasi 10-noyabrga o'tar kechasi Zaporojye viloyatidagi Ribnaya qishlog'ini egalladi va Ukrainaning 10-noyabrgacha jang maydonidagi yo'qotishlari 1330 nafar askarni tashkil qildi. Ukrainaning Strana agentligining axborotiga ko'ra esa, Kiyev Dnipropetrovsk viloyatidan aholini ko'chirishga buyruq berdi. Buyruqqa ko'ra, Strana agentligining izohlashicha, Dnipropetrovsk viloyati hududidagi aholi harbiy harakatlar davom etayotgan nuqtadan 50 kilometr uzoqlikka ko'chirilishi shart. Agar Rossiya qo'shini yaqinlashsa, Stranani urg'u berishicha aholi yana 50 kilometr ichkariga ko'chiriladi. Shu yo'sinda evakuatsiya agar vaziyat shuni taqozo etsa, poytaxt Kiyevgacha boradi. Endi Vladimir Zelenskiyni qochishi yoki jismonan yo'q qilinishi bilan bog'liq xabarga yuzlanamiz. Diqqat bilan eshiting. Qo'shma Shtatlar davlat kotibi apparatining sobiq rahbari va Qo'shma Shtatlar armiyasi quruqlikdagi qo'shinlari sobiq polkovniki Lawrence Wilkersonni ma'lum qilishicha, Vladimir Zelenskiy Rojdestvo bayramigacha Kiyevdan qochib ketmasa, jismonan yo'q qilinadi. Ya'ni Vladimirlarning kenjasi agar 25-dekabrgacha Ukrainani tark etmasa, u o'ldirilishi mumkin. Lawrence Wilkersonga ko'ra, g'arbdagi Ukrainaning homiylari Kiyevni 6 haftadan buyon Amerika Qo'shma Shtatlarisiz moliyalashtirib kelmoqda va ularni Ukraina uchun atalgan resurslari tugadi. Polkovnik Lawrence Wilkersonning yakuniy xulosasiga ko'ra, Yevropa Kiyevdan juda qattiq charchadi va Brusseldagi ayrim kuchlar Ukraina urushini 2026-yilda ham davom etishini istamaydi. Bu urushni to'xtatishning yagona yo'li esa ayni paytda Lawrence Wilkersonga ko'ra Zelenskiyni taxtdan ag'darish yoki uni jismonan yo'q qilish sanaladi. Va bu reja Lawrence Wilkersonning taxminiga ko'ra Rojdestvo bayramiga qadar amalga oshirilishi mumkin. Aytgancha, Lawrence Wilkersonning taxminini 10-noyabr kuni vengriyalik analitik Zoltan Koshkevich ham tasdiqlagan. Zoltan Koshkevichning o'zining X'dagi sahifasida yozishicha, Ukraina bu yil qishda nafaqat million askaridan, balki millionlab aholisidan ham ayrilishi mumkin. Negaki Zoltan Koshkevichga ko'ra, bu yil qish faslida Kiyev o'z aholisini elektr energiyasi va gaz bilan ta'minlashga qodir emas. Bu paytda esa ukrainaliklar tabiiyki hayot uchun xavfsiz, shuningdek barcha sharoitlarga ega mamlakatlardan boshpana izlashga tushadi. Bu degani Ukrainani bu yil qishda millionlab aholi tark etadi degan gapdir. Vengriyalik analitik Zoltan Koshkevichga ko'ra, Zelenskiyning siyosatidan norozilik uni jismonan yo'q qilinishi bilan yakun topishi mumkin. Shu boisdan Vladimirlarning kenjasi poytaxt Kiyevdan bu fojiadan oldin qochishi aniq. Endi Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovni Rossiyaning muzlatilgan aktivlarini musodara qilinishiga bildirgan munosabatiga o'tamiz. Interfax agentligining xabariga ko'ra, Sergey Lavrov 10-noyabr kuni muzlatilgan aktivlar bo'yicha o'z fikrini bildirgan. Sergey Lavrovga ko'ra, endi Ukrainaga Rossiyaning muzlatilgan aktivlari ham yordam bera olmaydi. Sababi bu pullarni Kiyev qaytarish imkoniyatiga ega emas va Ukraina agar g'arb uni moliyalashtirishni to'xtatadigan bo'lsa, davlat sifatida tugatiladi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.